Anor opa, yana bir bor assalomu alaykum. Aleyküm assalom. 1950-yil 4-noyabrda tug'ilganman. Men medsinstra bo'lib ishlaganman. 68-yildan 2005-yilgacha 40 yil meditsinada ishladim. Turmush o'rtog'ingiz Yo'q. vafot etganmi? Endi vafot etgan. Nechta farzandingiz bor? Bittagina edi, u ham 14-yil o'tdi. 40 yoshida asfiksiya bilan shu nimadir bo'ldi, nafasi qisib 1 soat ichida yo'q qilib qo'ydim. Uylanganida mana endi turmush o'rtog'i ham ketgan, bitta farzand bor, u ham yo'q. O'g'lingiz vafotidan oldin ajrashishganmi? Vafotidan oldin 5 yil. Ota uyingiz qayerda bo'lgan? Ota uyim shu Ahmad Yassaviy shu yerda. Hozir kim turadi bu yerda? Shu ukam turadi. Nechta aka-ukalaringiz bor? Opa-singillaringiz. Ikkita singlim bor, biri Ishtixonda, biri Qo'shrabotda. Ikki opa-singillaringiz o'zlari bilan o'zlari, ukangiz ham o'zi bilan o'zi. Demak, ikki singlingiz va bir ukangizni farzandlari, nabiralari o'zlaridan ortmaydi. Sizni qarashga imkoniyatlari yo'q. Imkoniyati yo'q. Mahalla ko'y, qo'ni-qo'shni yordami kelib oldingizda xizmat qilishlari orqali turibsiz. Ana shular orqali. Mana bularim charchadi endi. Bu uyni kim qurgan? O'zim noldan mana shu bolam bilan, hashar bilan ko'tardik. Nechinchi yillari? 91. Уже 20 yildan oshibdi-da. 20 yildan oshdi, ko'chib kelganimga. Kadastr bo'lmagan-a hujjatda? Yo'q. Bizlarda ko'chamiz bo'yicha kadastr bo'lmagan, hech kimniki. Mana 2 yil oldin mana yurgan paytim hokimga bordim. Prezidentdan bizlarga ana ruxsat keladi. Prezidentdan noyabr oyida ruxsat keldi. Shunday xursand bo'ldim. Dekabr oyida o'lchab ketdi. Kadastr bo'lsa, men mana sizga yoki Dilfuzga yoki mana Faxriddinjonga, mana jonim bolam, meni kadastrim bor, endi qo'rqmanglar. Endi menga shu kadastrni ko'rdilaring. Men sizlarga o'zimni shu 4 ta kessakni bolamni niyati menga sizlarga topshiraman. Sizlar menga egalik qilasizlar. Mana ko'zim bolamdan keyin babsh ko'rmay qoldi. 12 yil ko'rmay qoldi. Mana 12 yil bo'ldi bitta ko'rmagan. Buni siz net so'raqavay men shunday ko'radi-yu. Mana hozir ochki berdi mana. Shu ochkida meni ko'rasizmi, opa? Yo'q, bu odam ko'rsatmaydi. Mana uni ham ko'rsatmaydi. Faqat o'qish uchun-a u? Mana bu uchun mana buni ham hozir uncha yaxshi bunday qilib olib kelsam mana topaman nomerni. Bu ochki umuman ko'rishga emas, glaukomaniki. Tushundim. Anor opa, sizga ovqat kim tayyorlab beradi? Hech kim. Dastur mana ko'chani shopirlariga aytaman, olib keladi bankaga. Mana unga siz solib beradi. Qarovchilar bor, norozi emasman bulardan, lekin bular 1 soatga qaraydi, 2 soatga qaraydi. Tushundim. Lekin men 3 mahal ovqatimni bilasizmi? 20 kun, 10 kunlab issiq ovqatsiz, 10 kunlab mana shu yerda o'tirolmay, eshikni ochib, men shularni yig'lab kim kelar ekan, men shunimni to'kib bersa bo'ldi, shunimni to'kib bermay ovqat yemasam ham kunlarim bor. Lekin men mana suvdan qiynalyapman, gashukdan. Shuni bilan mana yuzimni mana lagan to'la suv, mana yengish olmayman. Mana hamma narsam oldimda, mana zubnoy pasta, hamma narsam oldimda. Traumatologiyaga order bilan borsam yotib kelishim mumkin. Demak, sizni qaraydigan insonlar bor, lekin ular sizni uyingizni kadastrini so'rashyapti. Vasiyatnoma yozib berishingizni so'rashyapti. U kishi menga qaraydi. Hozir shu kadastr yo'qligi uchun shunday odam topilmayapti. Uzog'i bilan 1 haftada order qilib berishadi sizga. Xo'p, traumatologiyada shifo topib chiqing, dam olib. Xudo xolasa yaxshi bo'lib ketasiz. Ko'zlaringiz oldingidek bo'lib ketadi. Kadastr ham bo'ladi, xudo xolasa. Iloyim birovni yordamiga muhtoj bo'lmang, onajon. Faqat iltimosim bittagina kadastr. Yalvarib so'rayman. Bizlar kadastr palatasi o'zimiz Ahmad Yassaviy mahallasida tugatilgan. Mana u Anor xalopani uyini o'lchab, ag'ris kelganmiz, ko'paylar. Buni tezlatish uchun qanday takliflar bor? Qachon kiritasiz buni? Bugun buni e'tirof saytiga kirgizaman, o'tkazaman. Shu dastur 60 kun ichida ko'rib chiqilib,
Sessiyada tasdiqladi. Sessiyada Muammo yo'q, ha? Muammo yo'q. Faqat biroz vaqt kutishimiz kerak. Shunchalar xo'rlanaman deb o'ylamadim. Shunchalar xo'rlanaman deb o'ylamadim.